Yangi qaror tadbirkorlik va xizmatlar sohasiga qanday ta'sir qiladi sizningcha? Haqiqatan ham tadbirkorlarga bir qancha yengilliklar yaratilish bilan bir vaqtda soliq nazoratini ham kuchaytirish bandlari yo'q emas. Aldiymi to'g'risini aytaymi deydi-ku. 1,5 million so'm uchun 24% nagruzkani tadbirkorlar ko'tarib turuvdi. Endi hozir nima qo'yilyapti? Agar 3 million so'm va undan yuqori oylik beradigan bo'lsang, ijtimoiy soliqing 1% deyilyapti. Bu degani, ish haqini 2 barobar ko'tarsang, ijtimoiy soliqing 1% ga tushadi. 3 million so'm bu haqiqatda berilayotgan eng kam oyliklardan bittasi va buni rasmiy ko'rsatilishga erishiladi xolos. Mutaxassis sifatida ozgina negativ qabul qilgan bo'lardim. Agar bu narsa ideal sharoitda yuradigan bo'lsa zo'r. Juda ham zo'r, haqiqatda imtiyoz bor joyda nazorat bo'lishi kerak. Bordik, tekshirdik, kamchilik aniqlandi. Joyida hal qilib ketdik. Bo'lishi mumkin-ku. Naqd pulga mahsulot sotib olib, kirim qilishga ruxsat berilsin. Ya'ni bir tomonlama kirim qilishga ruxsat berilsin degan holat bo'lgan edi. Yoki korrupsion mexanizmga o'tib ketish oldini olish uchun juda katta e'tibor bilan ishlab chiqish kerak bo'ladi buni tadbirlarini. Xavfli tomonni hozir aytib o'tdim. Aynan o'sha hududda o'z hududidan tashqariga chiqish masalasida aniqlik kiritilmaydigan bo'lsa, bu xavfga aylanishi mumkin.